Kuni kecha Moskvada bo'lgan voqea. O'zbek tojik bir-birini go'shtini yegan. Nimadan? Millatchilikdan. Tojiklar o'zbeklarni yomon ko'radi, o'zbeklar tojiklarni. Endi bu holatni qaranglar. Endi shu ishmi, ha? Ahvolni qaranglar, bir-bilan kartaklarni musofir yurtda. Endi Rossiya bizga qarata qanday kuch olib boryapti, endi qaranglar reydlarni. O'zi reyd boshlaganda ba'zi bir sandagi iflos millatchilarni O'zbekistonimizga men iltimos qilib qolaman, organlarimizga shu millatchilikka yaxshi qaranglar, iltimos qilaman. Biz shu Rossiyada yaxshigina ishlab yuraylik, bir-birimizni go'shtimizni yemasdan odobli bo'lib yuraylik, shu ruslar millati bizni yomon ko'rmasin. Oxirgi yillar, kunlarda bizni juda ham yomon ko'rishyapti. Nega? Biz shu narusheniya qilyapmiz-da. To'g'ri yurmayapmizki, ba'zi bir begunoh insonlar jabr ko'ryapti sandagi ifloslarni deb. Sen ifloslar urushdan bir-biri bilan millatchilik qilasan, stroykalarda urush qilib, ahvolni qaranglar-da. Odobli bo'lib yursak bo'lmaydimi? Endi nima qilaylik shu kunimiz shu Rossiyada qolganda, Alloh taolo rizqimizni o'sha yerda yozilgan ekan. Shunday kunlar keladiki, inshaalloh shu Rossiyaga umuman bormaymiz, faqat O'zbekistonda yuramiz. Hurmatli organlarimiz, iltimos qilib qolaman. Bizni tarbiyalaylar. Men shunday insonni tarbiyalaylar, millatchilarni Rossiyada juda ham yaxshi qarashadi millatchilikka. Biz yaxshigina ishlab yuraylik. Bolalaringizga shukrki, mana shunday ba'zi bir insonlar shunday kommentarlar yozadiki, yaxshigina qaraysizlar, internetga ko'rib, sharmandasini chiqarib ko'rsatasizlar. Shu biz o'shani ko'rib, ularga pazor, biz esa organimizda men imkon qadar harakat qilaman, to'g'ri bo'lib yuraylik deb. Hamma inson shunday yuraylik. Bir-birimizni millatchilik qilmaylik. Tojik, o'zbek birimizni yaxshi ko'rib, tillarimizni o'rganib, yaxshi ko'raylik. Tojiklar lo'li ugu deydi. Lo'li nadeni millati bor. Mening millatim pasportda tojik yozilgan. Lo'lilarniki lo'li yoziladi, o'zbeklarniki o'zbek. Men O'zbekistonda tug'ilganman, tojikman, faxrlanaman, o'zbeklarni yaxshi ko'raman, o'zbeklar bilan ishlayman, Moskvada granitsa ta'sis qilaman. Alhamdulillah, shu Alloh bergan rizq o'zbek tojikning orqasidan. Shu telefon qilishadi, u yoqqa borib yoki taksichilik qilaman. Azizlar, bir-birimizga inoq bo'laylik. Iltimos qilaman, boshqa insonlar jabr ko'rmasin. Endi shu o'rus millatiga yomon ko'rinyapmiz. Yaxshi ko'rsin. Qandaymi o'zbek tojik qadriyatlarini go'xda maqtardim, YouTube'larda ko'rsatib o'ruslarga, endi qanday maqtanaman so'rashadiki. Odam bo'laylik.